Hammaga assalomu alaykum. Biz SQL da masalalarni yechishda davom etamiz. Navbatdagi masalamiz quyidagicha. Найдите номер модуля скорость и размер жесткого диска ПК, имеющих Unix или X, CD и цену mini $600 yaptı. Ya'ni bu degani $600 kichik hamda CD disk 12x yoki 24x ga teng bo'lgan CD diski kompyuterlarning, ya'ni personal kompyuterlarning qattiq disk hajmi, tezligi va model raqamini chiqar deyapti. Men yechishni boshlayman. Select model speed и размер жесткого диска. Bu HD deb kiritiladi. From PC where bilan shart kiritib olamiz. Birinchi narxini yozsak ham bo'ladi. Price $100 dan kichik. Va mana bu 12x yoki 24x degan shart amalni berishim uchun men AND operatoridan foydalanishim kerak. CD teng 12x ya'ni 12x ili 24x ili degani 12x yoki 24x deganda o'ri deb ketamiz. O'ri CD 24x qavsini tiramiz. Mana to'g'ri javob.